Mana ham Hop. ushlab qoladi. Mana ish baravar. Ish baravar qo'yasan dedi chapasiga. Orqasiga bitta nima qo'yib qo'ysang endi ish. Boshlaymiz, ha. Ha, bo'ldi. Nimani obzor qilamiz hozir endi? Hozirmi? Hozir. Hop, assalomu alaykum. Degan, sizmisiz, charchang. Shu realni gapni aytaverasiz hojiba. O'zi kelib o'lchagan, ha, boshidan boshlaydi. O'zi kelib o'lchagan, razmerni olgan, o'ziga zakolat berganman. Men aytgan narsani olib kelib topshirdi. Men xursandman. Bo'ldi, bo'ldi. deb haligi ochiqini aytaverasiz. Bekish keragi yo'q. Ha? Bor narsani ayting, bo'ldi tamom. Menga yoqdi, hamma yo'g'i joy-joy. Ovorasim bo'ldimi? Ha, bo'ldi. Hurmatli obunachilar, hozir men Namangan 3 tumandan hojiba, ismingiz nima edi? Ismlar nima tamom? Alisher. Alisher aka. Nodirbekka darozlar zakaz qiluvdik. Xullas, ishlar nihoyatda mustahkam ekan. Kvadratini 1600 kelishdik. O'sha yeni to'ri 10, balanti 3,5 metr bo'ldi. Ish nihoyatda sifatli chiqdi. Ishlarga unda qilingan, siglot qo'yilgan. Unaqa yo'q, shunga qilingan ekan. Bolalarga rahmat, umrlariga rizqlar Alloh baraka bersin, ishlar rivojini bersin. Olib kelib qo'yib berishdi mana. Men xursandman. Ishlar nihoyatda sifatli ekan. Rahmat bolalarga ham. Ishlarga rivoj bersin. Alloh topganlar umrlaringiz kasb Alloh baraka bersin. Allohu akbar. Endi obzorni qilib olsam maylimi hojiba? Mayli. Gapirib bo'ldingiz-a? Yana gapirasiz hozir. Assalomu alaykum obunachilarimiz, barcha ijtimoiy tarmoq kuzatib boruvchilarimiz. Mana navbatdagi shohona eng chiroyli katalogimizda 4 tasi bo'lsa, bittasi darvozamiz o'z manziliga olib kelib, o'rnatib ustanobga jarayonlarni to'liq yakunlab oldik. Bu darvozamizda razmerlari, manzillarini qisqacha obzor qilib bersak, bu darvozamizda manzillari Andijon viloyati Marhamat tumani. Lokatsiyamiz xullas agar ishimiz yo'qsa, Muhammad Yusuf shoir Qo'nch ko'chasi. Ko'chalari desa ham bo'laveradi-da. Muhammad Yusuf shoirni, ha, o'sha to'ppa-to'g'ri. O'shaga olib kelib o'rnatib ustanobga qilib berdik. Razmerlarga kelsak, darvozamizda eni to'ri 10 ga bo'lgan, bo'yi 3.30 bo'lgan. Darvoza 3 qavatli variantda bo'lgan. 3 qavatli deyishimiz sababi ponni oldidagi mana kofka gullari, 2 profil, 1,5 ga 1,5 profil oldidagi ponni bezaklari bir qavatga kiradi. Uni orasiga 1.8, undan keyin stikerlarni solib turib, shumka qilib turib, 3-chi qavatini yopganmiz. Orqasi tekis bo'lgan darvoza. O'zlari o'g'illari Koreyadan turib zakaz qilganlar, Alisher tog'a o'zlari kelganlar, kutib olganlar, razmerlarni o'zim olib, zakolatlarni o'zim olib ketganman. Men o'zlariga topshiraman. O'g'illari ham xursand ko'rdilar, o'sha ponni jarayonlarni tashlab berganman, sexdan turib bitish jarayonlarini. Darvozaning ranglariga kelsak, ranglari mokr asfalt. Buni kofka gullariga ham e'tibor berasizlar. Bu haligi oddiy element gul emas. Ponni kofka guldan foydalanilgan. Simala qo'yilgan, simala tepa tomonda oldiga 2 1,5 ga 1,5 profillar ponni nimaki katalogida rasmda tanlagan bo'lsalar, xudo xolasa birga bir chiqarib berdik. Darvoza bexijolat. Darvoza отдельный kaltka bo'lgan. Ikkala qanotimiz, katta qanotlarimiz tashqariga ochiladi. Chunki Nodirbek buni mashina olib kirib olib chiqishimga yaxshi bo'ladi, menga tashqariga ochib ber deganlarcha, hozir buni ham ochib ko'rsatamiz katta qanotlarni. Kichkina kaltkamiz ichkariga ochiladi. Kofka gullariga ponni Levis kraskadan ajratib berilgan. Chunki katalogida xuddi rangi ham shunday edi. Laklari o'sha matviy lakda. Glansvet qilib beraymi, matviy qilib beraymi desam, matviy qilib beravering emas. Glansvet qilib beravering. Matviy qilib bering deganlarga uzr olib, matviy qilib berdik. Glansvet deysa, glansvet ham qilib beramiz zakazga binoan. Shanirlarga e'tibor berasizlar. Shanirlar o'sha 40 shanirdan ponni planka asosida kuyib chiqilgan. O'ta baquvvat. Darvozaning og'irligiga nisbatan shanirlar ham o'shanga yarasha katta ishlatilgan. Kesaklariga kelsak, kesaklari past tomoniga o'ngga 5 shiveldir ishlatilgan, bezo'loq, Begabotniki. Ikkala yon tomoni, tepa tomonlari, o'rtalari o'ngga 10 brus profil ishlatilgan. Buni stenasi ham qalin. Brus profil ishlatilgan. Ponni detallari ham ichiga qovurg'alar ham 4 ga 4, 6 ga 4 profil to'qilgan. Uni stenasi ham brus 8 stenada qalin profilda ishlatilgan. Orqa tomonchi deganlarga orqa tomonni ham ko'rsatib o'tamiz. Aka, zamogga ham e'tibor berasizlar. Mana zamogga ham o'ziga yarashgan o'sha stimul zamog. Ochilib yopilishlari. Endi bir doragan kalti demaysizlar, chunki hozir Hojibo bu yerda yashamas ekanlar, alohida o'sha qishda kvartiraga ketarkanlar. Mana hozir bir dona kalti ajratib olibdilar. Mana orqa tomoni necha desalar, orqa tomonni ham ko'rsatib o'tamiz. Tekisda bo'lgan orqa tomonlari ham. Mana aka. Mana orqa tomoni. Ha, nima ochiq qoladi, ha?
Yo'q, mana Ochilishlari. bizdan yerda qo'shib qo'yadi. Xolos, tuniga. Ammo bunday qilib tushyapti. Mana orqa tomonda. Qiynalamiz. Keyin qo'yasiz. Gapirmayapti. Mana ochilishlari ham nihoyatda fonni 90 gradus ochiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Bir yarim zazor yopish maqsadida ponni krugovoy har bitta darvozamizga shtampovka bo'ladimi, listli darvoza bo'ladimi, ponni krugovoy aylantirib chiqiladi. Hozir katta tomoniga, ichkari tomonga aylantirilgan, kalitkaga tashqari tomonga aylantirilgan. Agar qanotimiz ichkariga ochilganda katta qanotimiz, mana shu 1,5 bu yerda bo'ladi, ichkari tomonda bo'ladi. Hurmatli obunachilarimiz, O'zbekistonning barcha hududiga dastavkalarimiz bor, olib borib o'rnatib ustunovka qilib beramiz. Tojikiston, Qirg'iziston, hop, hamma davlatlarga ham xudo xolasa dastavkalarimiz bor. Olib borib o'rnatib ustunovka kelishilgan holatda ustunovka qilib, ponni ishlaringni chiroyli bitirib beramiz. Endi shu xonadon egalari Hojiba, keling Alisher tog'a. Hozir mana video oldida gapirib o'tdingiz. Endi yana realni gapiring. Obunachilarimiz mana Andijondan ko'rishadi, Qoraqalpoqdan ko'rishadi. Sizni gapingiz, og'zingizdan chiqayotgan gapingiz ularga ishonch bo'ladi-da, Hojiba. Chunki darvozani mana siz realni ko'rib turibsiz. Bular videoda ko'rishadi, rasmda ko'rishadi, qanaqa chiqqan ekan deyishadi-da. Endi siz gapirsangiz, unga qarab turib ishonch hosil bo'ladi. Gapiring, yana gapiraman. Gapiravering. Bo'lgan narsani yoqdimi Hojiba darvoza? Darvoza nihoyat sifatli, ishlariga sifatiga ham gap yo'q. Mana o'zim bir 2 oyda tayyor bo'ldim, 3 oyda tayyor bo'ldim. Endi siz shashmay qilaverdi Nodirbek. Buni qurilish jarayoni ketayotganligi uchun shashmay qilib deganingiz uchun. Nodirbek, rahmat. Nihoyat sifat menga yoqdi. Akamdan ham sifati chiroyli chiqibdi. Kraskalariga, motivasiyaga motivatsiya zakaz berdim. Bolaga rahmat. Qo'rqmasdan zaryadka bersalar bo'ladi darvozalarga, ishonchli bolalar ekan. Shularga setkalarda qo'yib, Dubayni yo'q qilib, tuplik qilib olib kelibdi. Unaqa darag'adurim yo'q. Taraqdirmaydi. Ko'nglingiz to'ldi darvozadan, Hojiba. Rahmat yigitlar. Gap yo'q. Tanjaningiz sovuq bo'lsin. Bergan pulingizga rizo bo'ling. Yaxshiliklarga ochib yoping. To'ylarda qiling, hojilarga boring, doim mashliqqa xizmat qilsin. Alloh sizlarga ishlarga Alloh rivoj berib, Amin. pullarni kuyib ketyapti. Allohu akbar. Obunachilarimiz ko'rdilaring. Tog'a o'zlari realni mana xonadonlarga kelib o'zim razmiyat olganman. Agar videomiz, darvozamiz yoqsa bir donadan laykni, agar kanalimizga yangi bo'lsalaring, obuna tugmasini bosib qo'ysalaring, bundan ham chiroyli darvozalarimiz ko'rishga xudo xolasa birinchilardan bo'ladi. Ey, choychamiz, ey! Oshnangiz qayerga ketishyapti endi? Darvozani yuvib bermaysizmi? Ular ana o'tirishadi. Aha. Mana kichkina mana bolani xotini ishlaydi, uyda hech kim yo'q. Ha, bo'pti. Endi o'tirish qilib berasizmi deb darvozani? Yo'q, bularga o'tirishadi, choyxonamiz bor. Ha, bo'pti, gap yo'q. Bo'pti, Hojiba. Salomat bo'ling, charchamang. Ha. Bu mikrofonni olasizmi? Keling. Nodirbek